O'tgan 20-asr tarix sahifalariga buyuk kashfiyotlar asri bo'lib muhrlandi. Shulardan biri televideniyaning paydo bo'lishidir. Televideniyaning vujudga kelishi butun dunyoda katta qiziqish bilan kutib olindi. Televideniya insonlarni xabar va yangiliklardan voqif etib, ularga mazmunli onlarni hadya etdi. Odamlar u orqali ma'naviy, ma'rifiy bilim ola boshladilar. Televideniya dunyo taraqqiyotiga katta hissa qo'shdi. Va nihoyat mana shu buyuk kashfiyot, ya'ni televideniya dunyoda ko'plab ulkan minoralarni bunyod etilishiga sabab bo'ldi. Shulardan biri balandligi bo'yicha dunyoda 9-o'rinda turuvchi Toshkent teleminorasidir. Har doim Toshkent teleminorasi televizor orqali namoyish etilganda yoki u haqda matbuot sahifalarida yoritilganda beixtiyor diqqatimizni tortadi. Agarda teleminoraning yaqinidan o'tib qolsak, shubhasiz hayrat bilan unga boqamiz. Quyoshli kunlarda musaffo osmon bag'rida oppoq rangda tovlanib turishi, ba'zida esa minoraning tepa qismi bulutlar orasida ko'rinmay ketishi kishini ajablantirmasdan qo'ymaydi. Beixtiyor mana shunday osmon o'par minoraning qurilish tarixi haqida o'ylay boshlaymiz. Lekin undan oldin ushbu minoraning qurilishiga sabab bo'lgan televideniya haqida to'xtalib o'tish o'rinlidir. On 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida fotografiya va kino texnikasi rivojlandi. Lekin endi dunyo olimlari harakat qilayotgan obyektni uzoq masofaga uzatish yoki masofadan qabul qilib olish haqida o'ylay boshladilar. Ya'ni televideniyani ixtiro qilishga kirishdilar. Albatta bu ko'plab mamlakatlar olimlari orasida raqobatga sabab bo'lar edi. Hamma birinchi bo'lishga oshiqardi. Chunki qaysi mamlakatda yangi ixtiro qayd etilsa, o'sha mamlakatning obro'si oshib, jahon miqyosida katta shov-shuvga sabab bo'lar edi. Shunday paytda Toshkentda televideniyani yaratishibdi degan shov-shuv dunyoga tarqaldi. (1924-yil) Toshkent. Muhandislar Grabovskiy va Belyanskiylar dunyo olimlari qatorida hozirda televideniya deb atalayotgan uskunani yaratishga qaror qildilar va bir qancha kashfiyotlarni sinovdan o'tkazdilar. Nihoyat 1927-yilda ular maqsadlariga deyarli erishdilar. Ikkala olim o'zlari yaratgan uskuna orqali O'rda dahasidan o'tib ketayotgan tramvayning tasvirini masofaga uzatib, qabul qilib olishga muvaffaq bo'ldilar. O'z uskunalariga ular telefot deb nom berdilar. Bu dunyodagi birinchi televideniyaning asosi edi. Ammo o'sha paytdagi siyosiy va iqtisodiy sharoit ixtirochilarni qo'llab-quvvatlab, keng ko'lamdagi tajribalar o'tkazishga va natijalarini hayotga tatbiq etishga imkon bermadi. Oradan 2 yil vaqt o'tib, Yevropa va Amerika qit'alarida olib borilgan tajribalar asosida mukammalroq televideniya uzatish va qabul qilish uskunalari yaratildi hamda patentni qo'lga kiritdi. 1930-40-yillarda esa televideniya takomillashtirilib, hayotga tatbiq etila boshlandi. (1956-yil 7-noyabr kuni O'zbekistonda birinchi telemarkaz Toshkent telemarkazi ishga tushirildi. Buning natijasida Toshkentda dastlabki televideniya efirga chiqdi. Birinchi telemarkazdan bor yo'g'i bitta dastur olib borilgan. Umida Qodirova 1939-yilda tug'ilgan, sobiq Toshkent elektrotexnika aloqa institutini tamomlagan. 1980-1984-yillar radio televizion obyektlar qurilishi direksiyasi boshlig'i muavini, 1984-yildan 1999-yilgacha Toshkent radio televizion uzatish markazi boshlig'i lavozimida ishlagan.
Mani esimda tog'amiz Hakim Zokidiy Moskvadan safardan kela turib, o'sha paytdagi birinchi televizorni KVN deb atalardi. Kichkinagina ekran bilan olib kelganlar. Biza 5-sinfdagi paytimizda, o'qiyotgan paytimizda u paytda paxtaga borib, paxta terishga yordam qilinardi. Shu 5-sinfdaligimda gazetda bir maqola chiqdiki, Toshkentda televideniye paydo bo'ldi. Hikmat G'ulomov 1935-yilda tug'ilgan. Sobiq Toshkent elektrotexnika aloqa institutini tamomlagan. 1971-yildan 77-yilgacha Toshkent radio televizion uzatish markazi qurilishi direksiyasi boshlig'i bo'lib ishlagan. Oq-qora televideniye shunday kelib chiqqan. Biz 5-sinfda o'qib yurgan paytimizda. Bu eski teleminoradan ko'rsatuv bo'lardi. Televizorlarning o'zini apparati ham u paytda o'sha zamonga qarab moslashgan. Ekrani kichkinagina bo'lardi. Uni oldiga dumalo shar shaklida distillirованный suv quyib, shu suv orqali rasmini kattalashtirib, keyin shu apparatdan ko'rilardi. KVN degan apparat chiqqan u paytda, televizor nomi. Shu apparatdan foydalanib, shu peredachalarni ko'rib yurdik. Televideniyaning Toshkentda ish boshlashi aholi tomonidan katta olqishlar bilan kutib olindi. Televizor tomosha qilish ommalashib, televideniya insonlarning hayot mazmuniga aylanib bordi. Ko'rsatuvlarni aholiga imkon qadar sifatli yetkazishga harakat qilinar edi. Bularni aholiga yetkazishda birinchi Toshkent teleminorasidan foydalanilardi. Bu minora metal konstruksiyalardan qurilgan bo'lib, balandligi 180 metrga teng. ...1960-yil edi. Teleko'rsatuvlar ko'lamining kengayishi munosabati bilan kuchli radio televizion uzatish stansiyasiga ehtiyoj tug'ila boshladi. Shu sabab bilan 1960-70-yillarda teleko'rsatuvlarni poytaxtimiz va Toshkent viloyatining uzoq tog'li tumanlariga yetkazib beradigan baland minorali telemarkaz qurish uchun tayyorgarlik ishlari boshlab yuborildi. Etmoqchi bo'lgan fikrim 60-yillarda, 60-yil bilan 70-yillarning o'rtasida bizani eski teleminora ham o'zini texnik jihatdan, xalqni talabi jihatdan o'zini qondira olmay qoldi. Shuning uchun respublika rahbariyati shu minorani almashtirish to'g'risida fikrga kelishdi va qarorlar chiqdi. O'sha davrda yangi teleminora haqidagi birinchi takliflar aloqa va televideniya vositalarini rivojlantirish haqidagi hukumat qarori tayyorlanayotgani munosabati bilan muhokama qilingan edi. O'sha paytdagi Aloqa vazirligi va Davlat teleradio qo'mitasi o'z oldiga teleko'rsatuvlar sonini ko'paytirib, respublikaning har bir hududiga yetkazib berish vazifasini qo'ydi. O'tgan asrning 70-yillarida fan va texnikaning rivojlanishi, ayniqsa radio va televideniyaning rivojlanishi O'zbekiston aloqachilari oldiga katta vazifalar qo'ydi. Abdunabi Tog'ayaliyev 1938-yilda tug'ilgan. Sobiq Toshkent elektrotexnika aloqa institutini tamomlagan. 1975-yildan 1985-yilga qadar aloqa vazirining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan. Sobiq teleminora teleko'rsatuvlar va radio ishlarining na sifatini, na sonini ko'tarish imkoniyatini berardi. Shuning uchun Toshkentda yangi teleminora qurilish zaruriyati paydo bo'ldi. 1962-yil edi. O'sha paytda mamlakatimiz aloqa vaziri bo'lib ishlagan Doniyor Mangeldin xizmat safari bilan Moskvada bo'ladi. O'sha yerda aloqa loyiha institutiga teleminora namunasini tayyorlashga buyurtma berish uchun boradi va kutilmaganda ajoyib tarzda ishlangan teleminora maketini ko'rib, unga qiziqib qoladi. Aslida esa teleminora maketi
Iroqning poytaxti Bag'dod shahri uchun tayyorlangan bo'lib, bag'dodliklar o'sha paytda mamlakatdagi notinch siyosiy vaziyat tufayli o'z buyurtmalaridan voz kechishadi. Mangeldin taklifiga ko'ra, institut rahbarlari teleminorani Toshkentda qurishga rozilik beradilar. Shundan keyin Doniyor Iskandarovich betga kelib O'zbekiston rahbariyatiga hamma narsani tushuntirganlar. Keyin shu proyekt bo'yicha ish olib boriladigan bo'ldi. Shu kundan Aloqa vazirligi teleminora qurilish taraddudini boshlab yuboradi. Yangi teleminora qurilish loyihasini tayyorlashga bir necha yil ketdi. Loyiha o'ta sinchkovlik bilan sinovlardan o'tkazildi. 1971-yil 1-sentyabrda Hukumat Aloqa vazirligi tasarrufida Toshkent radio televizion uzatish markazi qurilishi direksiyasi tashkil etildi va unga muhandis Hikmat G'ulomov boshliq etib tayinlandi. Shu qurilish albatta bo'ladigan bo'lgandan keyin meni ministerstvaning rahbariyati chaqirishib, mana shunaqa qurilish boshlanmoqchi. Shu qurilishga qurilish bo'yicha O'zbekiston mana Toshkentda radio televizion uzatgich telebashniyasi bo'ladi. Bu katta konstruksiya, mana shunga direktor lavozimligida ish olib borasiz deb menga taklif qilishdi. Meni o'zim ham bu narsaga ko'p qiziqqanim uchun, umuman yoshligimdan men aloqaga ko'p qiziqardim. Qiziqqanim uchun men bunga xo'p dedim. 1974-yildan direksiyaning vazifalari kengayib, Respublika radio televizion obyektlar qurilishi direksiyasiga aylantirildi. Respublika rahbarlari Aloqa vazirligiga, Go'steleraadioni rahbarlariga ko'rsatma berishdi. Radio, televideniya vositalarini taraqqiylashtirib, shunaqa 5 teleprogramma, 4 radio eshitish programmasini butun respublikaga to'liq to'kis yetkazib berish to'g'risida. 1977-yildan direksiyaning boshlig'i lavozimiga iste'dodli muhandis Sosin Valentin Aleksandrovich boshliq etib tayinlandi. Va nihoyat qurilish maydoni etib, Bo'zsuv kanalining o'ng qirg'og'idan 6 gektar joy ajratildi. Qurilish uchun ataylab tabiiy balandlik yeri tanlab olindi. Mutaxassislarning fikricha, ajratilgan yer yuzasining balandligi Toshkentdagi Chorsu mehmonxonasining balandligi bilan baravar ekan. Shu tabiiy balandlikning hisobiga ham boyaga aytganimdek texnik parametrlari yaxshilangan. Agar tabiiy balandlik bo'lmasa, buni qilib bo'lmas edi. Masalan, boshqa joyda buni ko'tarib, yerni ko'tarib qilsa bo'lmaydi. U yer tabiiy yer bo'lishi kerak. Buni fundamentini ko'tarish uchun albatta tabiiy yer kerak. Ana shularning hisobiga tabiiy balandlik joyga qurilgan. Yer sathi qancha baland bo'lsa, minorani bo'yiga bo'y qo'shilib, yana ham afzal bo'ladi. Shuning uchun eng Toshkentda ham markazga yaqin, ham shu talabga javob beradigan nuqta shu joyni tanlashdi. Ammo lekin bu joy juda ham unaqa qulay joy emasdi. Qurilishni boshlash uchun qurilish maydonini bereja qurilgan uy-joylardan xalos qilib, yashab turgan aholini uy-joy bilan ta'minlash, u yerda joylashgan bir necha g'isht zavodlarini boshqa yoqqa ko'chirib, o'rnini tekislash lozim edi. Bu ishlar Toshkent viloyati va Toshkent shahar ijroiya qo'mitalari, Aloqa vazirligi va direksiya zimmalariga yuklatildi. Vazifa bajarilishi ancha qiyin kechganiga qaramay, o'z vaqtida tugatildi. Va nihoyat 1978-yil aprel oyida teleminora asosining qurilishi boshlandi. Qurilishda sobiq ittifoqning eng nufuzli loyiha institutlari Proyekt Stal Konstruksiya va uning O'zbekistondagi filiali konstruktorlari, Fundament Proyekt, sobiq ittifoq Aloqa vazirligiga qarashli Aloqa loyiha instituti, Tashgipragor arxitektorlari, O'zbekiston musavvirlar uyushmasi,
dizaynerlar va xalq ustalari qatnashdilar. Teleminoraga yetuk olimlar Terezev hamda Sarukovlar mualliflik qilishdi. Obyekt arxitekturasini yetuk mutaxassis Semashka ishlab chiqdi. Bu teleminorani balandligi o'sha paytda loyiha bo'yicha 350 metr, hammasi temir konstruksiyalardan iborat edi. Shu ajurniy proyekt hammasi temirdan. Boshqa minoralarga qaraganda bu ancha chiroyli, xuddi bir to'qilgan setkaga o'xshagan. Ancha chiroyli. Keyin texnik jihatdan o'sha vaqtdagi, o'sha zamonimizdagi hamma talablarga, mana hozirgi kunda ham shu talablarga javob beradigan minora bo'lgan. Undan tashqari mana zilzila bo'lib o'tdi, boshqa tabiiy hodisalar bo'lgan paytda ham bu minora shunga chidab turadigan minora bo'lib chiqdi. Teleminoraning 4 ta tayanchi, markazi va unga tutashgan 3 ta oyoqlari 11 metrlik chuqurlikdan ko'tarilib chiqilgan, bir-biriga bog'lanmagan temir beton asoslarga tayangan bo'lib, muvozanatni o'ta yuqori darajada ushlab turishga qodir klassik tizim edi. Bu minoraning tagida juda katta ob'yomda temir beton konstruksiya bor. Shu temir beton konstruksiya minorani boshidan oxirigacha hammasini ushlab turish xususiyatiga ega. Mabodo Alloh o'zi saqlasin, agar qiyshayib biror bir sabab orqali qiyshayadigan bo'lsa ham yana o'zi holatiga kelishi mumkin. Chunki buni tagida bosib turgan narsa juda katta. Katta kuchga ega, katta og'irlikka ega. Ana shuni hisobiga bu minora juda ham chidamli hisoblanadi. Germaniyadan buyurtma qilingan po'lat qurilmalarni Chelyabinsk temir qurilmalar va Glavtashkent-Stroyning OPSK zavodlari qayta ishlab yetkazib berdi. Qurilish noyob bo'lganligi, hali bunday qurilishlar tajribada uchramaganligi sababli loyihadagi yechimlar ba'zan amaliyotga to'g'ri kelmay qoldi. Quruvchilar uchun ham bu teleminorani qurilishi juda katta sinov bo'ldi, ham juda katta ibrat bo'ldi. Chunki qurilish jarayonida shunaqa obyektni qurish, mana tasavvur qilingki, hech chiqadigan zinasi yo'q, boshqasi yo'q. Odamlar o'sha borgan sari yuqoriga ko'tarilayotgan metal konstruksiyalarda payvand qilish kerak. Shunday paytlarda qurilish boshqaruvchisi, aloqa vazirining birinchi o'rinbosari Abdunabi Tog'ayaliyev, qurilish shtabining boshlig'i Dudin, Sarkisov, Sosin va boshqa mutaxassislar albatta buning yechimini topishar edi. Aloqa vaziri Temur To'xtayev qurilishning borishidan doim xabardor bo'lib turar, muammolarni tezda hal qilishda yordam berardi. 1981-yil edi. Qurilish boshlangan va balandligi 350 metr bo'lishi rejalashtirilgandi. Kunlarning birida O'zbekiston Kompartiyasining Markaziy qo'mitasi sekretari Asadilla Xo'jayev aloqa vazirining birinchi o'rinbosari Abdunabi Tog'ayaliyevni chaqirib, Olmaotada ham 350 metrli teleminora qurilayotganini aytadi. O'tgan 20-asr tarix sahifalariga buyuk kashfiyotlar asri bo'lib muhrlandi. Shulardan biri televideniyaning paydo bo'lishidir. Televideniyaning vujudga kelishi butun dunyoda katta qiziqish bilan kutib olindi. Televideniya insonlarni xabar va yangiliklardan voqif etib,
ularga mazmunli onlarni hadya etdi. Odamlar u orqali ma'naviy, ma'rifiy bilim ola boshladilar. Televideniya dunyo taraqqiyotiga katta hissa qo'shdi. Va nihoyat mana shu buyuk kashfiyot, ya'ni televideniya dunyoda ko'plab ulkan minoralarni bunyod etilishiga sabab bo'ldi. Shulardan biri balandligi bo'yicha dunyoda 9-o'rinda turuvchi Toshkent teleminorasidir. (1981 yil edi). Qurilish boshlangan va balandligi 350 metr bo'lishi rejalashtirilgandi. Kunlarning birida O'zbekiston Kompartiyasining Markaziy qo'mitasi sekretari Asadulla Xo'jayev aloqa vazirining birinchi o'rinbosari Abdunabi Tog'ay Aliyevni chaqirib, Olmaotada ham 350 metrli teleminora qurilayotganini aytadi. Shu paytlarda Olmaotada ham televizion minora qurilayotgan payt edi. Toshkentdagi teleminora qurilayotgan payt, bir paytda qurilayotgan edi. Bir kun matbuotda Olmaota telebashniyasini minorasini qurilishi tamom bo'lyapti deb informatsiya berildi. Lekin loyiha jihatdan Toshkentniki ham 350 metr, Olmaotaniki ham 350 metr. Shunda bu qanaqa bo'lar ekan degan savol tug'ildi. So'ngra Tog'ay Aliyevga Toshkent teleminorasi undan baland, ya'ni 375 metr bo'lishi kerakligi haqida topshiriq beriladi. Lekin barcha qurilish asbob anjomlari bunday balandlikka mo'ljallanmagan edi. Qolaversa, buning uchun Moskvadagi kerakli tashkilotlardan ruxsat olish kerak edi. Tog'ay Aliyev Moskvaga borib, ne mashaqqatlar bilan ruxsat oladi. Ammo shundan keyin teleminora qurilishi ma'lum bir vaqt to'xtaydi. Chunki 350 metrga mo'ljallangan balandlikni endi 375 metrga oshirish kerak edi. Buning uchun minoraning quyi qismlariga va poydevorlariga bir oz o'zgartirish kiritish kerak bo'ldi. Quruvchilar uchun teleminora eng baland qurilish bo'lib, shu paytgacha uchramagan muammolarni hal qilishga to'g'ri keldi. Balandlik va muntazam esib turgan shamol sharoitida montaj ishlarini olib borish, 1983-84 yillardagi qahraton qish sharoiti, montaj ishlari sifatiga bo'lgan yuqori talablar, shunday balandlikda nishab o'lchovi, lazer asboblarini qo'llashni taqozo etardi. Shunga qaramasdan, qurilish maydonida ruhiy ko'tarinkilik hukm surar edi. Aytish mumkinki, katta qurilmalarni montaj qilishning yangi uslublaridan 6 tasi ixtiro deb qayd etildi. Shulardan biri minorani ushlagan holda o'zini yuqoriga ko'tarib chiquvchi kran PK-25 krani edi. Teleminorada yana bir yangilik. Hali mamlakatimizda uchramagan 220 metr balandlikka ko'tariladigan Shveysariyaning 3 ta tez yurar Schindler lifti ham o'rnatildi. Teleminora bitishiga esa oz fursat qoldi. Nihoyat 1983-yilda teleminorani metal konstruksiyalari montaj qilinishi tugatildi. Oyoqlarini uzunligi 93 metr. Ular 93 metrlik joyda tutashib, mana bu 5 qavatli bino bilan bog'lanib ketgan. 220 metrdan to yuqorigacha yana bir lift antennalarga xizmat qilish uchun mo'ljallangan Linden Alimak lifti. ...1984-yilning yanvarida teleminoradan foydalanadigan tashkilot Toshkent radio televizion uzatish markazi tashkil etilib, xodimlar qabul qilina boshlandi. 1984-yilning kuzida radio televizion uzatgichlar montaji va sozlanishi tugallanib, eski telemarkazdagi uzatgichlar bilan bir paytda sinov ishlari boshlab yuborildi. Yil oxirida, ya'ni 25 dekabrda Davlat qabul komissiyasi
teleminora qurilishi tamom qilinganligi haqidagi dalolatnomaga imzo chekdi. Eski telemarkaz tugatilib, yangi telemarkaz muntazam ishlay boshladi. 1985-yilning 15-yanvarida teleminora rasmiy ravishda ishga tushirildi. Bu kun respublikamiz hayotida eng quvonchli kunlardan bo'lib nishonlandi. Toshkent minorasining qurilishi va ishga tushirilishi O'zbekistonda, ayniqsa Toshkentda teleprogrammalarni sonini 5 ga yetkazdi va radioefir programmalarni 4 ga yetkazdi. Viloyat markazlariga radio relay aloqasi orqali programmalar yetkazib berildi. Teleminora ishga tushganidan keyin ko'p yillik tarixga ega bo'lgan mamlakatimiz ijtimoiy hayotida katta o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkentliklar va mehmonlar shaharni qush parvozi balandligidan tomosha qilib, uning 4 tevaragidagi inshootlarni va go'zal manzaralarni kuzatishlari, arxitektor va quruvchilar esa shaharga nazar tashlab, qurilishlarga baho berishlari mumkin bo'ldi. 200 metrda joylashgan observatoriya xalq xo'jaligimizga muntazam aniq ko'rsatkichlar asosida meteo xabarlar berib turadigan bo'ldi. 120 metrda joylashgan restoran va tomosha maydonchasi toshkentliklar va Toshkent mehmonlari uchun yana bir hordiq chiqaradigan maskanga aylandi. O'zbekistonimiz mustaqillikka erishgach, butun jahonda o'zini namoyon eta boshladi. Ko'pgina tarmoqlari bilan chet ellik zamondoshlarda katta qiziqish uyg'otdi. Bizdagi madaniy, ma'naviy boylik hamda tarixiy bino va yodgorliklarimiz dunyoning eng sara durdonalari qatorida tan olindi. Yurtboshimiz tomonidan ko'p sohalar qayta isloh etila boshlandi. Shular qatorida 4-hokimiyat, ommaviy axborot vositalari, radio televizion uzatish, aloqa va axborotlashtirish sohalariga katta e'tibor qaratildi. Ko'p o'tmay Toshkent teleminorasi, Ostankino va Eyfel minoralari rahbarlari taklifi bilan butun jahon buyuk minoralar federatsiyasida o'z o'rnini egalladi. Ostankino minorasining tavsiyasi bilan biz hujjatlarni tayyorlab, minorani maketini, qisqa telefilm va boshqa kerakli hujjatlarni tayyorlab, shu Eyfel minorasiga yubordik. Eyfel minorasiga borganda biz maketimiz va teleminoraga tegishli hujjatlarni taqdim qildik. Eyfel minorasi rahbariyati ham qo'llab-quvvatlab, shu Rotterdamda bo'ladigan federatsiyani yillik anjumaniga taqdim qildi va 1991-yil Toshkent teleminorasi butun dunyo ulkan minoralari federatsiyasiga a'zo etib qabul qilindi. O'sha paytda Toshkent teleminorasi dunyo bo'yicha balandligi yuzasidan 4-o'rinda olgan edi. Oxirgi 5 yil, 6 yil ichida asosan Xitoy davlatida 20 dan ortiq teleminoralar qurilib, vaholanki 9-o'ringa balandligi bo'yicha tushib qoldi. Lekin har yili butun dunyo buyuk minoralar federatsiyasining majlisida qatnashadi, o'zini mavqeiga ega. Butun jahon buyuk minoralar federatsiyasi 1989-yilda tuzilgan bo'lib, uning shtab-kvartirasi dastlab Avstraliyaning Sidney shahrida joylashgan edi. 2000-yildan esa Melbourn shahriga o'tkazildi. Hozirgi vaqtda butun jahon buyuk minoralar federatsiyasining 15 mamlakatdan 22 ta a'zosi mavjud. Ya'ni dunyoning 22 ta osmono'par minorasi
federatsiyaning haqiqiy a'zosi hisoblanadi. Shundan Toshkent teleminorasi 375 metr balandligi bilan dunyo minoralari ichida 9-o'rinda, Markaziy Osiyoda esa 1-o'rinda turadi. Buyuk minoralar federatsiyasida har yili anjuman o'tkaziladi. Bu anjuman davomida esa yangi qurilayotgan minoralardagi muammolar, yuqori texnologiyali axborot uzatish tizimlari, yangi teleradio uzatgichlar haqida fikr almashiladi. Elektr ta'minoti, xavfsizlik va boshqa masalalar muhokama qilinadi. 1993-yilda Yangi Zelandiyaning Auckland minorasi yashin urishi oqibatida zarar ko'radi va zararni bartaraf etish choralarini so'rab, federatsiyaga murojaat qiladi. Shundan so'ng Toshkent teleminorasi xodimlari yong'indan saqlanishning o'z uslub va sxemalarini yozib yuborishadi. Oradan ko'p o'tmay javob xati keladi. Ya'niki biznikilar yuborishgan uslubdan ular o'z muammolarini yechimini topishadi. Hozirda Toshkent teleminorasi yangitdan rekonstruksiya qilib chiqildi. Teleminora foyesiga kiraverishda butun jahon buyuk minoralar federatsiyasiga bag'ishlangan muzey bunyod etildi. Muzeyda dunyoning 22 ta minorasi maketi va ularga tegishli ma'lumotlar tashrif buyuruvchilar e'tiboriga havola etilgan. Xullas, hozirgi kunda Toshkent teleminorasida ko'pgina yaxshi ishlar qilinmoqda. Buning uchun aynan hukumatimiz mutasaddilari, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi hamda Respublika radio televizion uzatish markazi rahbarlari Muhammad Nozim Ata Muhammedov, Karim Usmonov kabi insonlarning mehnati beqiyos. Oxirgi yillarda teleminora bo'yicha juda ko'plab ishlar qilinyapti. Ya'ni bu O'zbekistonda ko'rki, Toshkentda ko'rki, butun o'zbek xalqining faxri bo'lgani uchun bu teleminorani kelajak avlodlarga yetkazib berish shu teleminora ishlaydigan ishchi xizmatchilarni burchi hisoblanadi. Davlatimiz rahbariyati g'amxo'rligi asosida aloqa axborotlashtirish agentligini sa'y-harakatlari bilan Vazirlar Mahkamasining qarori asosida oxirgi 5-6 yil ichida juda katta ishlar amalga oshirildi. Ya'ni mavjud bo'lgan eski lampali teleuzatgich va radio uzatgichlarimiz zamonaviysiga almashtirildi. Teleminoraga keluvchi sayoh ziyoratchilarimizga sharoit yaratish maqsadida 2 qavatli kirish anjumani hamda galereya qurilib bitirildi. Dunyo minoralari orasida balandligi jihatidan 1-o'rinda Kanadaning Toronto minorasi turadi. Uning bo'yi 533 metr. 2-o'rinda Rossiyaning Ostankino minorasi, balandligi 540 metr. 3-o'rinda Xitoyning Sharq Durdonasi minorasi, balandligi 468 metr. 4-o'rinda AQShning Chicago minorasi, balandligi 444 metr. 5-o'rinda AQShning Empire State Building minorasi, balandligi 443 metr. 6-o'rinda Malayziyaning Kuala Lumpur shahridagi ajoyib minorasi, balandligi 421 metr. 7-o'rinda Xitoyning Tianjin minorasi, balandligi 415 metr. 8-o'rinda Xitoyning Beijing minorasi, balandligi 405 metr. Va nihoyat 9-o'rinda O'zbekistonning Toshkent teleminorasi, balandligi 375 metr. 10-o'rinda esa Germaniyaning Berlin minorasi, balandligi 368 metr. 11-o'rinda Yaponiyaning Tokio minorasi, balandligi 333 metr. Va boshqa minoralar shu kabi tartib bilan joy olgan. Minoramizni qurilishiga mehnatlari singan Doniyor Mangeldin, Temur To'xtayev, Valentin Sosin, Hikmat G'ulomov, Abdunabi Tog'ayaliyev, Umida Qodirova va boshqa shu kabi insonlar teleminora bunyodkorlari sifatida tarix sahifalarida nom qoldirdilar. Dunyoda ulkan minoralar ko'p, ammo ularning ichida nafis va bejirim ishlanganligi bilan ajralib turuvchi Toshkent teleminorasi tanho. Hozir dunyoda Toshkent teleminorasini tanishadi.
uni tomosha qilgani kelishadi. Biz baxtli millatmiz, biz baxtli elatmiz. Bizning ajdodlarimiz bizga ko'pgina shu kabi inshootlarni meros qilib qoldirishgan. Toshkent teleminorasini ham boshqa me'moriy inshootlarimiz kabi avloddan avlodga yetkazib berish biz uchun ham qarz, ham farzdir. Yalpizlari ko'kka tutash, tunlari zar, tongi marjon, yulduzlari qotgan quyosh, quyoshlari kuydirmajon. Oltin tuproq zumrad dalam, ipak karvon olmos qalam, kuzda ketgan qushlari ham bahor qo'msab qaytgan ayvon. O'zbekiston dunyo ichra tengsiz dunyomiz inson, qo'li ochiq mehri daryomiz inson, mushti qattiq ko'ngli hoshim, sarchobon qalb yalang toshim, o'zbekimsan. O ota yurt, ona maskan, o'xshashingni topay qaydan, sen-ku menga zor emassan, sensiz qanday yashayinman. Dilim osti guling nofot, ayirmasin o'chog'ingdan, ko'yganda ko'yi faqat, qo'yma meni quchog'ingdan. O'zbekiston o'tmish karvonida sarbon o'zingsan, do'rig'i dunyoga doston o'zingsan, har yaxshiga joy